1 minutda o'zboshimchalik bilan egallangan yer yoki qurilgan binolarni qonuniylashtirish yo'lini o'rgataman. Videoni tanishlaringizga borib qo'ying. Misol uchun 4 sotix yeringiz bor edi, lekin siz jami 7 sotix egallab olgansiz va o'sha hujjatsiz egallangan yerda bino qurib qo'ygansiz. Aslida haqqingiz yo'q edi. Endi O'zbekiston Respublikasi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 2024-yil 5-avgustdagi qonunga asosan hujjatlarda ko'rsatilgan maydondan 2018-yil 1-maygacha ortiqcha egallangan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini va unda qurilgan bino inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarni barchasi rioya etilgan bo'lishi kerak. Birinchisi, ortiqcha egallangan yer uchastkasi sizga ajratilgan yer uchastkasiga tutashgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, mazkur yer uchastkasi ilgari boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron auksionga qo'yilmagan bo'lishi kerak. Uchinchisi, mazkur yer uchastkasida foydalanish yuzasidan boshqa shaxslar bilan nizo bo'lmasligi kerak. Va to'rtinchisi, mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan bino inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasligi kerak.